Hammaga assalomu alaykum. 365 kunlik challenge'imiz bugun 173-kuni. Bugun 170 tarjimani qilamiz. Hammaga rahmat. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim. Jonim fidon bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomatlik bor oqibatda oxiri tagidan moddam. Xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, manim, O'zbegim, millatim, mana g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoroda hiba tomon. Bo'limga doimani, yana bu markazning dono dunyoning olamida mani. Hammaga rahmat.